Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Bugungi video har biringiz uchun, ayniqsa agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, o'ta muhim ahamiyatga ega. Diqqat bilan eshiting va birorta ham muhim tafsilotni o'tkazib yubormang. Chunki bir maydan boshlab kuchga kiradigan ba'zi o'zgarishlar sizning moliyaviy ahvolingizga, farovonligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu harakat qilish vaqti kelganining aniq belgisi. Shu sababli videoni oxirigacha tomosha qiling. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqa ko'plab insonlarga ham yetib boradi. Bu sizning qo'lingizdan keladigan eng kichik yordamdir, ammo uning ahamiyati ulkan. Muammoning mohiyati: oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Uzoq yillar davomida pensiya tizimimiz nisbatan barqaror va tushunarli mexanizmlarga ega edi. Aksariyat pensionerlar uchun pensiya to'lovlari muntazam ravishda, avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Asosiy yoshga doir pensiyalar avtomatik indeksatsiyadan o'tardi va odatda maxsus qayta rasmiylashtirish yoki doimiy tasdiqlash talab qilinmas edi. Nogironlik pensiyalari yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari ham ma'lum bir muddatga belgilanib, keyin ma'lum shartlar asosida uzaytirilardi. Jarayonlar sodda va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Ko'pchilik uchun pensiya olish bu shunchaki yoshga yetish yoki kasbiy faoliyatni tugatish bilan bog'liq bo'lgan rasmiyatchilikdek tuyulardi. Pensiya tizimining maqsadi har doim bir xil bo'lgan: keksa yoshdagi fuqarolarga munosib hayot kechirishlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatish. Ammo har qanday tizim kabi, pensiya tizimi ham vaqti bilan isloh qilinadi, yangilanadi va optimallashtiriladi. Aynan mana shunday yangilanishlardan biri haqida bugun gaplashamiz. Hukumatimiz yaqinda yangi qaror qabul qildi. Unga ko'ra 2024 yil 1 maydan boshlab ayrim toifadagi pensiya va nafaqalarni hisoblash, to'lash va tasdiqlash tartiblariga sezilarli o'zgartirishlar kiritilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi ijtimoiy yordam tizimini yanada adolatli va shaffof qilish, mablag'larning maqsadli ishlatilishini ta'minlash va suiiste'molliklarning oldini olishdir. Biroq har qanday islohot kabi, bu o'zgarishlar ham ba'zi fuqarolar uchun kutilmagan qiyinchiliklar tugdirishi mumkin. Eng muhim jihat shundaki, ushbu yangi nizom oldingidek pensiya to'lovlarining avtomatik ravishda davom etishini kafolatlamaydi. Endi ayrim toifadagi pensionerlar o'zlarining pensiya va nafaqalarini olishni davom ettirishlari uchun qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishlari, maxsus komissiyalardan o'tishlari yoki ma'lum bir shartlarga rioya qilishlari shart bo'ladi. Agar bu shartlar bajarilmasa yoki belgilangan muddatda tegishli choralar ko'rilmasa, pensiya to'lovlari qisqartirilishi yoki vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu albatta ko'plab oilalar budjetiga jiddiy zarba berishi mumkin bo'lgan juda yomon yangilikdir. Bu har birimizni ogoh bo'lishga va tezkor harakat qilishga undaydi. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Bu o'zgarishlar barcha pensionerlarga birdek ta'sir qilmaydi. Shu sababli aynan sizning holatingizga qanday daxli borligini aniqlab olish juda muhim. Keling, kimlar xavotirlanishi kerakligini va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini aniqlaymiz. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bir ishlaydigan pensionerlar, ayniqsa qo'shimcha ustamalar oladiganlar, agar siz yoshga doir pensiya olib, shu bilan birga rasmiy ravishda ish faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsangiz va sizning pensiyangizga ish staji yoki maxsus mehnat sharoitlari uchun qo'shimcha ustamalar qo'shilgan bo'lsa, sizning holatingiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yangi qoida ushbu turdagi qo'shimcha to'lovlarni qayta baholashni nazarda tutadi. Ba'zi hollarda ishlaydigan pensionerlarga beriladigan ba'zi ustamalar to'xtatilishi mumkin. Chunki qonunchilikka ko'ra, agar shaxs ishlasa, u holda qo'shimcha ustamalar boshqa manbalardan olinayotgan daromadlar bilan qoplangan hisoblanishi mumkin. Birinchi misol: Ahmad bobo 70 yoshda. U nafaqaga chiqqaniga qaramay mahalladagi obodonlashtirish bo'limida farrosh bo'lib ishlaydi. Uning oylik pensiyasi 2 million so'm bo'lib, unga Sovet davridagi uzluksiz ish staji uchun har oy 300 ming so'm qo'shimcha ustama to'lanardi. Ahmad bobo bu 300 ming so'mni nabiralariga shirinliklar olish, dorilarga qo'shimcha qilish yoki kommunal to'lovlarni qoplash uchun ishlatardi. Yangi qoidaga ko'ra, agar u rasman ishlayotgan bo'lsa, bu qo'shimcha ustama endi unga berilmasligi mumkin. Bu degani 1 maydan boshlab uning oylik daromadidan 300 ming so'm kamayish bo'ladi.
Bu miqdor ba'zi uchun kichik tuyulishi mumkin, ammo Ahmad Bobo kabi kam ta'minlangan pensionerlar uchun bu juda katta pul, chunki bu uning oylik pensiyasining 15% deganidir. Bu holatda Ahmad Bobo darhol pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qilishi va uning holatiga aniqlik kiritishi kerak. Uga yoki ishlashni davom ettirib, ustamadan voz kechish yoki ishdan bo'shab, ustamani saqlab qolish imkoniyati taklif qilinishi mumkin. 2. Nogironlik pensiyasi oluvchilar. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, sizning holatingiz alohida diqqatni talab qiladi. Yangi qoida nogironlik guruhini tasdiqlash jarayonini kuchaytirishi mumkin. Ya'ni ilgari nogironlik ma'lum muddatga berilib, keyin avtomatik tarzda uzaytirilgan bo'lsa, endi har bir holat uchun maxsus tibbiy komissiyadan, demak, qayta tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu shubhasiz jarayonni murakkablashtiradi va vaqt talab qiladi. Ikkinchi misol, Zulfiya aya 60 yoshda, ikkinchi guruh nogironi. Uning oyoqlarida jiddiy muammolar bor va u harakatlanishda qiynaladi. U har oy 1,8 million so'm nogironlik pensiyasi oladi. Har yili tibbiy ko'rikdan o'tgan bo'lsa-da, yangi nizomga ko'ra, endi u o'tgan yilgi ko'rigidan tashqari bir maygacha maxsus komissiyadan qayta tasdiqdan o'tishi shart. Bu qayta tasdiqdan o'tish uchun hujjatlarni to'plash, tibbiy muassasalarga borish, navbat kutish va komissiya xulosasini kutish kerak. Agar Zulfiya aya bu jarayonni bir maygacha yakunlamasa, uning pensiyasi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu Zulfiya aya uchun dorilarga, oziq-ovqatga va kommunal xizmatlarga pul topishda juda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Uning oilasi, ayniqsa farzandlari bu jarayonda unga yordam berishlari shart. 3. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, ayniqsa bolalaringiz voyaga yetgan yoki sizning o'zingizning rasmiy ish joyingiz bo'lsa, bu yangilik sizga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Yangi qoidalar ushbu turdagi pensiyalarning maqsadga muvofiqligini va to'lash davomiyligini qayta ko'rib chiqishni nazarda tutadi. 3. misol, Nodira 45 yoshda turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin uning pensiyasining bir qismini 1,5 million so'm 2 voyaga yetmagan farzandi bilan olardi. Yaqinda uning katta farzandi 18 yoshga to'ldi va kollejga o'qishga kirdi. Kichik farzandi esa 16 yoshda. Yangi qoida bo'yicha farzandlarning yoshi, ularning ta'lim olish shakli, kunduzgi, sirtqi yoki Nodiraning o'zining doimiy ish joyi bor yo'qligiga qarab, bu nafaqa qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar Nodiraning katta farzandi endi kunduzgi ta'limda o'qimasa yoki u o'zi doimiy ishga joylashgan bo'lsa, nafaqa miqdori kamayishi yoki hatto butunlay to'xtatilishi ehtimoli bor. Bu Nodira uchun juda yomon yangilik, chunki u 2 farzandini yolg'iz tarbiyalamoqda va bu pensiya uning asosiy daromad manbalaridan biri hisoblanadi. U ham pensiya jamg'armasiga borib, holatini aniqlab olishi zarur. 4. Maxsus hududiy yoki ijtimoiy ustamalar oluvchilar. Ba'zi hududlarda yashaydigan yoki maxsus ijtimoiy toifaga mansub pensionerlar qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalar oladi. Yangi nizom bu kabi ustamalarni tasdiqlash va to'lash tartibini ham o'zgartirishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar siz standart yoshga doir pensiya olsangiz va yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz, ya'ni siz ishlamaydigan pensioner bo'lsangiz, sizning pensiyangizga maxsus qo'shimcha ustamalar belgilanmagan bo'lsa, siz nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lmasangiz, yoki sizning holatingizda ilgari hech qanday maxsus tasdiqlash talab qilinmagan bo'lsa, unda sizning pensiya to'lovlaringizda jiddiy o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli kam. Asosiy yoshga doir pensiyalar odatdagidek to'lanishda davom etadi. Biroq har qanday holatda ham xotirjamlik uchun pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga bir marta murojaat qilib, o'z holatingizga aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Axir ogohlantirilgan, qurollangan degani. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi nizomda ham istisnolar mavjud bo'lib, ularni bilish juda muhimdir. Shuningdek, ba'zi bir tuzoqlar va odatda ko'zga tashlanmaydigan noaniq jihatlar ham bor. Ular sizning vaziyatingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Istisnolar: kimlarga yangi qoidalar ta'sir qilmaydi yoki ularga nisbatan yengilliklar mavjud. 1. Urush faxriylari va mehnat faxriylari. Odatda bu toifadagi fuqarolar uchun qonunchilikda maxsus imtiyozlar va himoyalar nazarda tutiladi.
Urush faxriylari, mehnat faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar ko'pincha har qanday yangi islohotlardan himoyalangan bo'lib, ularning pensiyalariga ta'sir qiluvchi o'zgarishlar juda kamdan kam holatlarda uchraydi. Ular uchun qo'shimcha tasdiqlashlar talab etilmasligi mumkin. Agar siz shu toifaga kirsangiz, ehtimol siz xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Ammo aniqlik uchun pensiya jamg'armasi bilan bog'lanish har doim tavsiya etiladi. 2 bolalikdan nogiron bo'lganlar va birinchi guruh nogironlari ayrim hollarda, ba'zi hollarda agar nogironlik guruhining muddati belgilangan bo'lsa-da, uning sababi jiddiy, tuzatib bo'lmaydigan va qayta tekshirishni talab qilmaydigan kasallik bilan bog'liq bo'lsa, masalan, amputatsiya, ko'rishning butunlay yo'qolishi, bunday shaxslardan har yili tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinmasligi mumkin. Biroq bu har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bu toifadagi shaxslar ham o'z hujjatlarini sinchiklab tekshirishlari va aniqlik kiritishlari kerak. 3 ko'p bolali yolg'iz onalar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi ayol ko'p bolali bo'lsa va ularni yolg'iz tarbiyalayotgan bo'lsa, qonunchilik bu toifadagi shaxslarga nisbatan ham maxsus himoya choralarini nazarda tutishi mumkin. Bu ularga pensiya yoki nafaqani davomiy olishda ustunlik berishi mumkin. Tuzoqlar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan xatolar 1. Bildirishnomalarga e'tiborsizlik. Pensiya jamg'armasidan kelgan har qanday xat, sims xabar yoki ogohlantirishga beparvo bo'lmang. Ko'pchilik menga tegishli emasdir deb o'ylaydi va ma'lumotni o'tkazib yuboradi. Har bir bildirishnoma sizning holatingizga taalluqli bo'lishi mumkin va undagi muddatlarga rioya qilmaslik pensiya to'lovlarining to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. 2 qayerga murojaat qilishni bilmaslik. Ko'plab pensionerlar eski odatlariga ko'ra har qanday muammo yuzaga kelganda o'zining mahallasidagi yoki qishlog'idagi pensiya jamg'armasining xodimiga yuzma-yuz murojaat qilishga odatlanganlar. Yangi tizimda esa ma'lumotlar onlayn platformalar, ta'lim markazlar orqali ham berilishi mumkin. Pensiya jamg'armasining rasmiy sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va ishonch telefonlari orqali dolzarb ma'lumotlarni olishni o'rganing. 3 hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik yoki muddatini o'tkazib yuborish. Yangi talablarga ko'ra, aynan qanday hujjatlar talab qilinishini aniq bilib oling va ularni belgilangan muddatda to'liq taqdim eting. Bitta hujjatning yetishmasligi ham jarayonni to'xtatib qo'yishi va natijada pensiya to'lovining kechikishiga yoki to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Muddati o'tgan hujjatlar ham qabul qilinmasligi mumkin. 4 og'zaki ma'lumotlarga tayanish, mahalla ko'ydagi eshitishimcha yoki falonchi aytdi kabi mishmishlarga ishonmang. Har doim rasmiy manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasining rasmiy xodimlaridan yoki saytidan olingan ma'lumotlarga tayaning. Noto'g'ri ma'lumot sizni adashtirishi va noto'g'ri qaror qabul qilishingizga olib kelishi mumkin. Noaniq nuanslar, ba'zan e'tibordan chetda qoladigan jihatlar 1. Raqamli savodxonlik masalasi. Ko'plab keksa avlod vakillari uchun internet va elektron xizmatlardan foydalanish qiyinchilik tug'diradi. Agar yangi tizimda hujjatlarni onlayn tarzda taqdim etish yoki ma'lumotlarni elektron shaklda olish talab qilinsa, bu pensionerlar uchun jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Bu holatda ularga farzandlari, nabiralari yoki ishonchli yosh qo'shnilari yordam berishlari kerak. 2 mintaqaviy farqlar. Ba'zi viloyatlar yoki tumanlarda mahalliy hokimiyat tomonidan belgilangan qo'shimcha ijtimoiy yordamlar yoki ustamalar mavjud bo'lishi mumkin. Bu kabi mahalliy imtiyozlar ham yangi nizom ta'siriga tushishi yoki ularni olish tartibi o'zgarishi mumkin. Mahalliy pensiya jamg'armasining bo'limlaridan aniqlik kiritish zarur. 3 byurokratik kechikishlar. Hatto siz barcha hujjatlarni o'z vaqtida va to'g'ri taqdim etgan taqdiringizda ham ba'zi byurokratik jarayonlar tufayli to'lovlar kechikishi mumkin. Bunday holatlarda sizning arizangiz ro'yxatga olinganligi haqidagi tasdiqnomani yoki qabul qilingan hujjatlar ro'yxatini saqlab qo'yish muhimdir. Bu agar to'lovlar kechiksa, sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. 4 vaqtinchalik to'lovlar. Agar siz belgilangan muddatni o'tkazib yuborsangiz va pensiya to'lovlaringiz to'xtatilsa, keyinchalik murojaat qilganingizda to'lovlar qayta tiklanishi mumkin. Ammo ko'pincha bunday hollarda o'tkazib yuborilgan davr uchun pensiya mablag'lari qayta hisoblab berilmaydi, ya'ni faqat yangi arizadan keyingi davr uchun to'lanadi. Bu sizning jiddiy moliyaviy yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Shu sababli harakatni kechiktirmang. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Bu yomon yangilik ko'pchilik uchun shok bo'lishi mumkin, ammo vahima qilishdan ko'ra aniq va tizimli harakat qilish muhimroqdir.
Quyida siz uchun bir qator amaliy tavsiyalar va aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'z toifangizni aniqlang. Yuqorida sanab o'tilgan xavotirlanish kerak bo'lgan toifalarga kirsangizmi, yo'qmi, aniqlang. Siz ishlaydigan pensionerlar jumlasidamisiz? Nogironlik pensiyasi oluvchimisiz va sizning nogironligingizni tasdiqlash muddati yaqinlashmoqdami yoki yangi tekshiruv talab qilinishi mumkinmi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchimisiz va farzandlaringiz voyaga yetmoqdami yoki sizning o'zingizning ish joyingiz bormi? Maxsus ustamalar yoki mahalliy imtiyozlar oluvchimisiz? Agar bu savollardan biriga javobingiz ha bo'lsa, siz darhol harakat qilishingiz kerak. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa ham, keyingi qadamlarni bajaring. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni rasmiy manbalardan oling. Hech qanday mishmishlarga yoki norasmiy ma'lumotlarga ishonmang. Ma'lumot olish uchun quyidagi rasmiy manbalarga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limi, shaxsan borib, o'zingizning shaxsiy holatingiz bo'yicha maslahat oling. Bu eng ishonchli yo'ldir. Mutaxassisga borib, men Ahmad bobo yoki Zulfiya aya, bir maydan boshlab pensiya to'lovlariga oid yangi qoidalar haqida eshitdim. Mening pensiyamga bu qanday ta'sir qiladi, deb so'rang. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. Ko'pchilik uchun bu qiyin bo'lishi mumkin, ammo farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan saytdagi yangiliklar bo'limini tekshirishni so'rang. Rasmiy hukumat qarorlari va nizomlari shu yerda e'lon qilinadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz bu portal orqali ham tegishli xizmatlar va ma'lumotlar taqdim etilishi mumkin. Ishonch telefonlari, markazlar, pensiya jamg'armasining rasmiy ishonch telefonlari orqali ham maslahat olishingiz mumkin. Bu raqamlar odatda pensiya jamg'armasi binosida yoki rasmiy saytida ko'rsatilgan bo'ladi. Uchinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasi xodimi sizdan qanday hujjatlar talab qilinishini aniq ro'yxatini beradi. Odatda talab qilinadigan hujjatlar quyidagilardir: pasport, asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz yoki ish stajingizni tasdiqlash kerak bo'lsa, tibbiy ma'lumotnomalar va tmik xulosalari nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun, ayniqsa yangi muddati kelgan bo'lsa. Nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun. Boshqa maxsus holatingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ko'p bolalilik guvohnomasi, turar joy haqida ma'lumotnoma. Barcha hujjatlarni bir papkaga jamlab, tartibli qilib qo'ying. Har bir hujjatning asli va bir necha nusxasi bo'lishi kerak. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli organga boring. Kektirmang. Bir maygacha qisqa vaqt qoldi. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki ishonchli oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Ular sizning nomingizdan ishonchnoma asosida ham murojaat qilishlari mumkin. Pensiya jamg'armasiga borganingizda, navbatda turing va o'zingizning masalatingizni aniq tushuntiring. Barcha savollaringizga to'liq javob olishga harakat qiling. Sizdan talab qilingan hujjatlarni taqdim eting. Ariza topshirganingiz haqidagi tasdiqnomani, masalan, hujjatlaringizning qabul qilinganligi haqidagi ro'yxatni shtamp va imzo bilan oling va saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda muhim hujjat bo'ladi. Beshinchi qadam, raqamli kanallardan foydalanish, agar imkon bo'lsa. Agar sizning farzandingiz yoki nabirangiz elektron xizmatlardan foydalanishni bilsa, ulardan yordam so'rang. Ba'zi hujjatlarni onlayn tarzda taqdim etish yoki ma'lumotlarni elektron shaklda olish mumkin. Bu vaqtingizni tejaydi va navbat kutishdan xalos qiladi. Ammo esda tuting, har qanday onlayn xizmatdan faqat rasmiy portallar, masalan, Mi.gov.uz orqali foydalaning. Oltinchi qadam, hujjatlarning nusxalarini saqlab qo'ying. Har qanday hujjatni taqdim etganingizdan so'ng, uning nusxasini o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning himoyachingizdir. Agar pensiya to'lovlarida muammo yuzaga kelsa, bu nusxalar sizning haqligingizni isbotlashga yordam beradi. Yettinchi qadam, agar pensiyangiz nohaq kamaytirilgan yoki to'xtatilgan bo'lsa, shikoyat qilish jarayoni. Agar sizning pensiya to'lovlaringiz qisqartirilgan yoki to'xtatilgan deb hisoblasangiz, lekin siz barcha shartlarga rioya qilgan bo'lsangiz, demak sizning huquqlaringiz buzilgan. Bunday holda avvalo pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi bo'limiga yozma shikoyat qiling.
Shikoyatingizda vaziyatni batafsil bayon eting va sizda mavjud bo'lgan barcha tasdiqlovchi hujjatlar nusxalarini ilova qiling. Agar shikoyatingiz qanoatlantirilmasa, prokuratura organlariga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu jarayon qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun huquqiy maslahat olishdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun siz bilan bir maydan boshlab pensionerlar uchun kuchga kiradigan muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar barcha pensionerlarga bir xil ta'sir qilmaydi. Lekin agar siz yuqorida aytib o'tilgan toifalarga kirsangiz, ishlaydigan pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar yoki maxsus ustamalar oluvchilar bo'lsangiz, harakat qilish vaqti keldi. Beparvolik yoki sustkashlik sizning moliyaviy ahvolingizga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun darhol pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qiling, kerakli ma'lumotlarni oling va barcha zaruriy hujjatlarni o'z vaqtida taqdim eting. O'zingiz va yaqinlaringizning huquqlarini himoya qilish uchun faol bo'ling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikr va mulohazalaringizni, shuningdek, shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shu kabi muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazib berishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va doimo ogoh bo'ling.